Assalomu alaykum. Meni kuzatuvchi qizlar, sizlarga mana shunaqa zanjir chokli, ya'ni rezinka zanjir chokli uzori ko'rsatmoqchiman. Buni belvolaga ham to'qisanglar bo'ladi, juda ham chiroyli chok. Buning uchun biz qizlar birinchi 10 ta zanjir ilib olamiz. 10 ta zanjir ilib olamiz. O'nta zanjir olib oxirisini ko'taramiz. Mana ilamiz. 10 tadan 10 ta chiqarib olamiz bu yoqqa. Stolbik 3 ta bo'ldi. To'rt, 5, 6, 7, 8, 9, mana qizlar 10-si. Endi shu 10 tani chiqarib olganimizdan keyin qizlar ipni ilib olib 5 tasidan chiqarib olganimizdan 5 tasini orasidan chiqarib olib, mana chiqarib oldik. Qizlar diqqat bilan kuzatinglar. Bunda 5 ta zanjirchok to'qib chiqaramiz, xuddi shu joyi o'zida. Mana 3, mana 4, mana 5. 5-inchisi kelganda hamma bu yodiga stolbiklarimizni orasidan o'tkazib olamiz, chiqarib olamiz. Mana qizlar chiqarib oldik. Chiqarib bo'lganimizdan keyin yopamiz oxirgisini. Mana yopganimizda stolbik chiqaramiz. Mana 1, yana shu joyi o'zidan 5 ta zanjir orasidan qizlar 9 ta stolbik olamiz. 2 ta, mana 3 ta, mana endi 10-sini mana shu yerdan kirgizib olib, sekin chiqarib olamiz qizlar. Buni ham mana 10 ta bo'ldi. Xuddi boyiga qilgan takroriy ishimizni takrorlab to'qiymiz. Mana shu yerni qizlar mana ipni ilamiz, 5 tasini orasidan yana chiqarib olamiz. Mana qizlar bu yerda 5 ta qoldi. Xuddi orasidan chiqarib olgandan keyin shuni orasidan 5 ta zanjir to'qiymiz. Mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, ehtiyotlik bilan to'qinglar. 3 ta chiqib ketdi qizlar. Sekin buni chiqarib olib bunga kirgizib olamiz. Mana 3-inchisi edi, 3 ta, mana 4 ta, mana 5-inchisida kelganda hammasini shu stolbik orasidan chiqarib olib, yana buni yopamiz. Ko'tarib chiqarib olamiz. Yana xuddi shu yerdan qizlar 9 ta zanjir olamiz. Mana bitta. Nakit bilan ketib qoldi. Uzr, mana qizlar. Mana mana 10-sini bo'lsa, mana shu yerdan chiqarib olamiz. Mana hamma 5 ta yopganimizni tepasidan sekin olib 10-sini chiqarib olamiz. Mana qizlar. Xuddi shu tarzda boyigini yana takrorlaymiz. 5 tasini orasidan chiqarib, mana yana xuddi shuni orasidan 5 ta zanjir ilib olamiz. 5-inchisiga kelganimizda yana shundoq qilib
stolbiklar bilan yopib uni ilib olamiz. Mana qizlar, mana qaranglar, chokimiz hosil bo'lyapti. Mana qaranglar, juda ham chiroyli chok. Sizlarga ham tavsiya qilaman, shuni to'qib ko'ringlar.